Assalomu alaykum Farg'ona va Oltiariq Chorva obunachilari. Bugun mana birinchi videoyimiz, xudo xolasa. Like bilan podpiskani bosib, podpiska qilib tursalaring, bundan zo'r videolar va bundan zo'r chorvalarni olib chiqamiz. Bu molimiz bitta tuqqan, ikkinchisiga bo'g'oz, xudo xolasa. Mana yerinlari ham orqasi taklanib turibdi, bu yoqda ko'rinmayapti. 8 oyligiga qarab ketyapti. Mana 7 oylikdan o'tgan 8 oyligiga qarab. Bo'ylari 1.55 plusda. Molimiz zotdor mol, Golishdan Fres. Hozir ana 30 tani sut uchun mol, sut uchun 30 litr, 40 litr sutga garantiya beriladi. Mana o'zlaring qonunlarini ham ko'rib olishlari mumkin. Kelib, manzilimiz Oltiariq Hamza shaharchasida. Mana bo'ylari 1.55 plusda, 30 ta 40 ta sutga garantiya berishyapti. Prosta hozir yelini kichkina ko'rinyapti, xolos. Hali sutga ko'rsa 30 ta 40 ta sutga garantiya berishadi. Molimiz narxi, o'zlari sotib olgan narxlari 47 million so'mga olishgan ekan. Hozir qish kelyapti, shunga sharoit yo'qligi uchun boqqani sharoit yo'qligi uchun sotib olishayotgan joyi. Narxini yana telefon qilganda kelishaveramiz. 47 millionga o'zlari sotib olishgan ekan. Xudo xohlasa baraka qildik. 48 million 700 kami bor deyapmiz. Mayli deyapti, jafoga kirmasam ham deyapti, yegan yemini oqlasin deyapti. Joylari qishga sharoitlari yo'qligi uchun sotib olishayotgan mol. Mana o'zlaring ko'rib kelib, shu yerda olishlaring ham mumkin. Mana molimiz.